Faust Iyogann Wolfgang Goethening eng mashhur asari bo'lib, Doktor Faust afsonasining eng mashhur versiyasini o'z ichiga olgan falsafiy drama hisoblanadi. Goethe hayotining 60 yili davomida Faust g'oyasi ustida ishlagan. Asarda inson hayotiga, uning jamiyatda tutgan o'rniga diqqat qaratilgan. Tabiatning, koinotning qudratli kuchlarini inson irodasiga bo'ysundirish, uning qonunlarini o'rganish va bu sirlarni odamzod foydasiga xizmat qildirish ulug' mutafakkir olim Goethening doimiy orzusi bo'ladi va ana shu orzuni amalga oshirishdek oliyjanob ishga bel bog'laydi. Faust haqidagi afsona nemis xalq she'riyatida yaratilgan eng buyuk asar bo'lib, Goethe qo'liga qalam olgan kunidan boshlab bu haqida asar yozishni orzu qilar edi. Ana shu afsonalarda Faust olim, sehrgar, shaytonlar bilan munosabatda bo'lgan kishi sifatida talqin qilinadi. Arshi a'loda shayton Mefistofel Xudo bilan Faust to'g'risida munozara qiladi. Shaytonning fikricha, koinoti azimda inson ojiz bir narsa. U baxtsiz, abadul abad azob-uqubatda yashaydi. Agar Xudo unga aql ato qilmasa, inson yomon yashamagan bo'lar edi. Buning ustiga Faust butun koinot va tabiat sirlarini ilm-u fan kuchi bilan bilib olmoqchi. Mefistofel Faustning bu intilishlariga ishonmaydi. Unga shubha bilan qaraydi. Xudo esa inson adashib bo'lsa ham izlash, qidirish natijasida kamolot cho'qqisi tomon boradi deb unga umid bildiradi. Bu umid Goethening insonparvarlik qarashlarining natijasidir. Shayton, men albatta Faustning nafsini qo'zg'ab, yomon yo'llarga olib boraman. Uning intilishlarini, orzularini kuchga chiqaraman deydi. Asarning asosiy konflikti va tuguni shu yerdan boshlanadi.